alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana Rossiyaga list zakaz qilgan edik, listlarimiz yetib kelishni boshladi. Birinchi partiyasini tushirishni boshladik. Mana mashinamiz. Bu joyimizga katta fura kirmaydi, shuning uchun katta sentralniy yo'ldan tushirib olib kelamiz. Hozir mahsulotlarimizni tushirishni boshlaymiz. Nastroyka qilishni boshladi kranni. Hop, akalar. Juda ko'p odam videoni kuzatyapti. Rahmat. Shu kuzatayotganda bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring zo'r bo'ladi. Bizga motivatsiya berib, yana ham ko'p video chiqarishga sabab bo'ladi-da. Mana pachkada listlarimiz kelgan. Bu mashinamiz 10 tonna oladi. Shu 10 tonnani yuklab keldi hozir. Ekres qilib tushirib olamiz. Shopiramiz o'zimizdan zakaz bo'lsa aytaverasizlar, yetkazib beraveradi. Vodiy bo'yicha shunaqa mashinaga yuk yuklab tushirish xizmati bo'lsa qilib beraveradi. Bu akani ham nomerini tashlab ketaman. Mana yuklarimiz tushishni boshladi. Hozir sekin-astalik bilan ehtiyotini qilib tushirib olamiz. Ko'chamiz ham keng bo'lgan, kengaytirib yuborganmiz, ishlashga oson bo'lsin deb. Mana bu tomonimiz ziyoratgoh joylar. Archalarda biylikdi, endi ko'karishni boshladi. Suqmozor ziyoratgohi desalaring chiqib keladi. O'sha Chimyonning Langar degan qishlog'ida joylashgan. Mana pachka listlarimiz tushishni boshladi. Eng yupqasi 2 li bo'ladi. 3 li, 4 li, 5 li, 6 li zakaz qilamiz. Pramoy Rossiyadan sertifikatlangan list keladi. Tushirishni boshlashdi. Trosini tep qolmayxon qilib qo'yilsa, keyin zakazlarimiz ham bor, mana jo'natyapmiz. Bugun asha ko'k mashinamizga Namanganga ketyapti. Hozir labo keladi, uni Andijonga jo'natib yuboraman. Hozir men tepadan chiqib ham bir ko'rsataman listlarni. Mana akalar. Hozir yengillarini oldim mana 3 li bilan 2 li listlarimiz tushirilyapti mana. Hozir endi ikkinchi reysda 6 li, 4 li listlarni olib kelamiz.